Assalomu alaykum. Shashlik bormi? Bor aka. Menga bitta qo'y. Menga ikkita tovuq. Bo'ldi, es qilamiz. Aka, mana aytgan qo'yingiz. Siz jinnimisiz? Singlim mana siz aytgan ikkita tovuq. Men. Sen jinnimisan? Men senga shashlik aytganman. Aka, narsalarni olib kelyapman-da. Bo'pti, hozir shashlik aytib qo'yaman. Sen aytaymizmi? Sezir olib kel. Menga Napoleon. Akajonim so'raganingizda Sezar bilan Napoleon. Qara tur azizam menga. Deydi uxlab qolganmi bilmayman. Yo'q, shashlik bo'lib qoldimi? Bo'p qoldi aka, bo'p qoldi. Hozir 5 minutda chiqadi aka. Menga qara, shashlikni aytmay qil. 5 barmoq olib kel bizga. Mana aka. Uzr aka, mana. Mana aka 5 barmoq. Siz jinnimisiz? Ko'ngilli ham aynitib bordingiz. Boring bitta yaxshi suvingizdan olib keling. Suv desa yaxshisini olib keladigansanmi? Shustri. Menga qara, biz turmoqchimiz. Faqat dollarda-da maydalab bergan. Bo'ldi, aka maydalab beramiz. Yo'q, maydalama uni yirtib. So'm qilib kel, so'm. Yo'q, xavotir olmang, so'm qilib beramiz. O'tkir. Bu akaga $100 maydalash kerak ekan, berib yubor. Ana aka 1200 dan maydalayapmiz. Ishonmasangiz sanavam. Yashamaylar ekan-de.